Barchaga salom. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Vampirlar bilan Xavfli tun filmini taqdim etamiz. Agar ushbu video 1000 ta like yig'sa, tez orada bundan ham yaxshi filmni chiqaramiz. Videomiz homiysi Mosbet Bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsiyentlar. Registratsiyadan o'tib promokod yeriga kinolar so'zini yozing va birinchi depozit uchun 3 million so'mgacha bonus oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi, tezkor to'lov va pulingizni yechib olish sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyalar qismidagi silka orqali o'ting, registratsiya qiling va o'z millionlaringizni yutib oling. Los Angeles hozirgi kunlar insonlar va vampirlar o'rtasidagi nizolar ancha oldin nihoyasiga yetgan. Vampirlar haqida faqat 3-4% odamlar bilardi xolos. Tarixdagi nizolar so'ngida odamlar va vampirlar o'zaro bitim tuzadilar. Bunga ko'ra vampirlar insonlarga o'zlarini mavjud ekanligini sezdirmasliklari kerak. Insonlar o'zi xohlamasa, majburlab qonunni ichish taqiqlanadi va Boyle Heights degan hududga kirishlari taqiqlangandi. Film boshida Jay Peris ismli yigit Maria ismli sevgilini olib ketish uchun keladi. Ular yo'lda ketayotganlarida ularni mashinasining yoniga Victor ismli vampir to'xtaydi. Peris uni ta'qib qilib keladi va Mariaga mashinani kaltini berib, uyga qaytib ketish kerakligini aytadi. O'zi esa vampirning orqasidan yerto'laga kiradi va yuqorida oyog'idan osilgan odamlarni ko'radi. Bu vaqtda Maria endi mashinani yurgazib ketmoqchi bo'ladi. O'sha onda Victor oynani sindirib, qizni olib ketadi. Peris shovqinni eshitib darhol tashqariga yugurib keladi, lekin qiz yo'q edi. Bu vaqtda Benny Peris ismli yigit o'qishdagi dars vaqtida uxlab yotgandi. U oddiy va ochiq ko'ngil yigit edi. Benny buvisi bilan birgalikda yashardi. U musiqa tinglab o'tirganida akasi Jay kirib keladi. Jay qimmat mashinalarda boy odamlarga shofirlik qilardi. Bugun Jayni boshqa ishi chiqib qolgandi. Shu sabab Benny akasidan bugun o'rniga o'zi chiqishi mumkinligini aytadi. Benny chiroyli kostyum-shimni kiyib, qimmatbaho Cadillac'ga o'tiradi va akasini hujjatlari bilan shofirlik ishini boshlaydi. Tunda yigit shohona uyning yoniga kelib mijozlarni kuta boshlaydi. Biroz vaqt o'tib Blair va Zoe ismli qizlar chiqib kelishadi. Ular yigitga 5 xil farqli joyga borishlarini aytishadi. Shu sabab yigit ularni birinchi manzilga olib boradi. Qizlar yuziga niqob taqib, ichkariga kirish uchun eshik yoniga kelishadi va qizil javohirni ko'rsatishadi. Bu vaqtda Jay Peris Mariani qutqarish uchun o'z to'dasini bir joyga to'playotgandi. Benny mashinadan tushib, yerda qizlarning qo'lida bor bo'lgan qizil javohirni topib oladi. Shunda qizlar ichkaridan chiqib kelishadi va ikkinchi manzilga borishlari kerakligini aytadilar. Yigit ularni binoning yer osti garajiga olib kiradi. Shunda qizlar mehmonxonaga kirib ketishadi. O'sha onda qizlarning telefoniga SMS keladi. Yigit telefonni ochib qaraganida Jayni masalasi nima bo'ldi degan yozuv bor edi. Axir Jay Benny'ning akasi edi. Yigit bugun Jay bo'lib ishga chiqqandi. Shu sabab Benny akasiga qo'ng'iroq qiladi, lekin u javob bermaydi. Shunda yigit qizlarning sumkasini ochib, qon tekkan pullarni ko'radi. U pullarni qo'liga olib, sanab ko'rmoqchi bo'ladi. Shunda qon yuziga sochilib ketadi. O'sha onda mashinalar turargohiga politsiya keladi va fonar yordamida jinoyatchilarni qidira boshlaydi. Yigit o'zidan qo'rqib, qizlarning orqasidan mehmonxona ichiga kirib ketadi. Yigit boshqaruvchi yoniga kelib, qizlarning ismini aytadi. Shu sabab boshqaruvchi uni liftda yuqoriga olib chiqadi. Yigit xonaga kirganida qizlar ikki yigitni o'ldirib qonini ichayotgandi. Shunda Zoe Bennyni ushlab, "Jay seni ham o'ldiraman" deb aytadi. Shunda yigit o'zini Benny ekanligini va akasini o'rniga bugun ishga chiqqanligini gapirib beradi. Shu sabab qizlar uni akasini topish uchun garovga olishadi. Bu vaqtda Victor o'z uyida yangi qonlardan tatib ko'radi. U yerto'lasida bir nechta tirik odamlarni qon berishi uchun oynali xonaga bog'lab qo'ygandi. Victor selfie qilib mashinasiga o'tiradi va shaharning egasi bo'lgan vampirlarni yo'q qilish uchun yo'lga chiqadi. U ikki vampir qizlarning oldiga keladi va ularni qo'riqchilariga qo'shib o'ldiradi. Birozdan keyin Jay o'z do'stlari bilan vampirlarning uyiga kelishadi va hammasi o'lgan ekanligini ko'radi. Bu vaqtda Benny qizlarni 3-manzilga olib kelgandi. Shunda ular yigit bilan klubga kirmoqchi bo'lishadi. O'sha onda Bennyning do'stlari uni ko'rib qolishadi va klubga kirishga yordam berish kerakligini so'raydilar. Shunda ulardan biri Bennyning oddiy shofir ekanligini aytib, uni ustidan kuladi. Buni eshitgan Blair yigitning yoniga kelib uni o'padi va yigit
bugun tunni o'zi bilan o'tkazishini aytib, uni do'stlarining yonida obro'sini oshirib qo'yadi va klubga birgalikda kirib ketishadi. O'sha onda J odamlari bilan klubning orqa tomonidan ichkariga kirishadi. Qizlar Benni bilan birga klubning egasining yoniga kirishadi. Odam ularni o'ldirishga buyruq beradi. Shunda Benni qo'lidagi shisha bilan klub boshlig'ini boshiga zarba berib o'ldiradi. Qizlar esa uning qo'riqchilarini yo'q qilib tashlashadi va hammalari birgalikda klubni tark etishadi. O'sha onda J ukasini vampirlar bilan birga ko'rib qoladi. U ukasini orqasidan ketayotganida boshqa vampirlar ularni to'xtatadi. Shu sabab katta janjal boshlanadi. J Vektor bilan uchrashgani kafega kiradi. Vektor unga endi shahar to'liq unga bo'ysunish haqida aytadi. Bundan jahli chiqqan J pistoletni olib Vektorning boshiga o'q uzadi. Shunga qaramay vampir bir necha soniyada o'z holatiga qaytib oladi va Jni sevgilisi Mariyani go'shtidan yeyotganligini aytadi. Bu vaqtda Benni qizlarni 4-manzilga olib keladi. Joey bu yerni xo'jayini bilan biroz ko'ngilxushlik qilishini aytib, yigit bilan Blairni boshqa xonaga chiqarib yuboradi. Yigit bilan qiz biroz suhbat qurishadi va ular o'rtasida sevgi paydo bo'la boshlaydi. Shu sabab yigit qizdan bo'sa oladi. O'sha onda Joey bilan uy egasi o'rtasida janjal boshlanadi. O'sha jangga darhol Blair ham qo'shiladi. Benni mashinasiga kelib, qizlarning chiqishini kutib o'tiradi. O'sha onda qizlar chiqib kelib, mashina tomonga qarab yugura boshlashadi. Shunda Zoe kamon o'qidan jarohat oladi. Ular qizni mashinaga chiqarib, darhol 5-manzilga qarab yo'l olishadi. Ushbu manzil Vektorning uyi edi. Ular uyga kirganlarida Blair yigitga tezda bu yerdan ket deb aytadi. Lekin Benni ketishni xohlamay ichkariga yashirincha kirib oladi. U yerto'lada bir nechta qurbonlarni ko'radi. Ularning ichida uning akasi J ham bor edi. Yigit endi oynani sindirmoqchi bo'lganida orqasidan Vektor kelib qoladi. Zoe va Vektor uni o'ldirmoqchi bo'lishadi, lekin Blair uni himoya qila boshlaydi. Shu sabab Zoe tasodifan qizga pichoq tiqib oladi. Shunda Benni mashina pultini ishga tushiradi. Buning natijasida mashina derazani buzib ichkariga kiradi va xonaga quyosh nurlarini olib kiradi. Buning natijasida darhol Zoe halok bo'ladi. Bundan jahli chiqqan Vektor yigitni tishlab oladi. O'sha onda J paydo bo'lib, Vektorni quyoshga itarib yuboradi va shu sabab u ham halok bo'ladi. Blair yigitni saqlab qolish uchun o'z qonidan beradi va yigitni vampirga aylantiradi. Bir necha kun o'tgach, aka-ukalar uchrashadi. Benni akasiga bir so'mka pullar berib, u bilan xayrlashadi va Blairni mashinasiga o'tirib yo'lga chiqishadi va o'sha onda film o'z nihoyasiga yetadi.